18 bab. Davud bilan Saulning söhbeti endi oyoqlashishi bilanla Saulning o'g'li Yonatanning ko'ngli Davudga shundoq bog'landiki, uni o'z jinini yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rib qoldi. Saul shu kundan boshlab Davudni o'z yiniga elib kelib, otasining qishig'a ketgili qo'ymadi. Yonatan Davudni o'z jinidek aziz ko'rgachga, uning bilan do'stishishga ahd qildi. Yonatan ustidagi to'nini silib Davudga berdi. Jang kiyimi, qilichi, o'qya va kamirini berdi. Saul Davudni negila vazifaga avatmasin. U shu yerga berib, vazifani muvaffaqiyatli holda puturib kelatdi. Shunga Saul uni lashkar beshi qilib qo'ydi. Buningdan lashkarlarning hammasi va sarkardilar birdek mamnun bo'ldi. Davud Golyatni o'ltirib, ko'pchilik bilan billa qaytib kelgan chaqda, Isroiliyaning har qaysi shaharlaridan qiz cho'kallar chiqib, sotliqda dabdumboq va torliq sozlarni chelib, qo'shiq aytib, usul o'ynab, Saul podshoni qarshi elishdi. Qiz cho'kallar Saul qirdi minglab, Davud qirdi tumallab deb usul o'ynab qo'shiqlar qatgan edi. Saul buningdan qattiq g'azablandi. Chunki bu qo'shiq uningga yoqmagan edi. Shunga ular tumanni o'ltirishning sharifini Davudga, mingni o'ltirishning sharifini manga bergan bo'lsa, endi uningga berilmagini shu bir podshohlikla qopdi-da, dedi. Shu kundan boshlab Saul Davudga hasad bilan qaraydigan bo'lib qoldi. Atsi, Parvardigor tarafidan kelgan bir yomon ruh Saulga kuch-qudratni tushib, uni uyida hayajonda varqirab, usul o'ynaydigan qilib qo'ydi. Davud bo'lsa odatdagidek uningga lira chelib berdi. U chaqda Saulning qo'lida nayzi bor edi. Saul nayzi bilan Davudni tamg'a mixlabla qo'yaychu deb o'ylab, uningga qartib nayzi etividi. Davud ikki qitim uningdan o'zini chetga oldi. Parvardigor Sauldan ayrilib, Davudga yor bo'lganligi uchun Saul Davuddan qo'rqatdi. Shunga Saul Davudni o'zining yenidan yiroqlashtirib, lashkarlarning sarkartisi qilib qo'ydi. Davud lashkarlarga bosh bo'lib jangga boratdi. Parvardigor Davudga yor bo'lg'achqa, u har qanday ishda natijaga erishatdi. Saul Davudning hamma ishlarda muvaffaqiyatli ekanligini ko'rib, uningdan texmu qo'rqadigan bo'lib qoldi. Lekin Yahuda qabilasidan va Isroiliyaning boshqa qabilalaridan kelganlar Davudga amroq edi. Chunki u janglarda oldingi safdagi sarkarda edi. Saul Davudga mundaq dedi: "Sen mening palvonim bo'lib, Parvardigor uchun jang qilsang, cho'ng qizim Merabni sana xotinlikka beraman." Saul ichida: "Davud mening qo'lim bilan emas, balki filistiyaliklarning qo'li bilan o'ltirilsin" deb o'ylagan edi. "Men kim edim? Urug' jamatim mening podshoyimizga kuyug'il bo'lishimga qandoqmi arziydi?" dedi Davud. Lekin Saulning qizi Merab Davudga yotliq qilinadigan chaqda, Saul uni Mixolaqliq Adrailga xotinlikka berivetdi. Vaholanki Saulning ikkinchi qizi Mikal Davudga oshiq edi. Buningdan Saul xabar tepib, xushal bo'lib ketdi. Saul ichida: "Men Mikalni Davudga bersam, qizim orqali uni tuzoqqa tushirib, filistiyaliklarning qo'lida o'ltirguziman" deb o'yladi-da, Davudga ikkinchi qitim "Sen manga kuyovg'il bo'l" dedi. Saul amaldorlarga: "Podshoh seni yaxshi ko'rdi-kan. Podshohning amaldorlarimi seni yaxshi ko'rdi. Shunga sen podshohga kuyovg'il bo'l" deb Davudga yoshirincha aytinglar, dedi.
Saulning amaldorlari Davudning qulluqiga pichirlab, ana shundaq degan edi. Davud, podshoning kuyovli bo'lish sizlarcha shundaq kichik ishmi? Men bir kambag'al va arzimas odam tutsam, dedi. Saulning odamlari Davudning so'zini Saulga yetkazdi. Saul odamlarga, sizlar Davudga podsho dushmanlaridan intiqom olmoqchi ekan. Şuna toyliqqa faqat 100 filistiyalikning xatni terisidan boshqa hech narsa talab qilmaydi ekan, dangla, dedi. Saulning g'arzi Davudni filistiyaliklarning qo'lida o'ltirish edi. Saulning odamlari bu gapni Davudga yetkazgan edi. Davud podshoning kuyug'li bo'lganligidan xushal bo'ldi. Davud va uning odamlari qarali to'shmasdinla yo'lga chiqib 200 filistiyalikni o'ltirdi. Davud kuyog'il bo'lish uchun ularning xatni terilarini elib, soni bilan Saulga topshirib berdi. Shuning bilan Saul qizi Mikalni Davudga xotinlikqa berdi. Saul Parvardigorning Davudga yor bo'lganligini ham qizi Mikalningmi Davudga amroq ekanligini aniq bilib, Davuddan texmi qo'rqib, ömrünün oxirigacha uningga dushman bo'lib o'tdi. Filistiyalik qo'shinlar qachonlar hujum qilmasin, ularga qarshi turishda Davud Saulning boshqa sarkarlaridan muvaffaqiyatli bo'lib chiqatdi. Uning nomi kundan kunga hurmatga sazovor bo'ldi.